Boshladingizmi? Xo'p, bu nima uchun kerak? Bu tashiyotgan tovarlari uyib, ho'l bo'lib ketmasligi uchun kerak bo'ladi. Mana juda oson yig'ishtiriladi. Qaranglar. Taxminan 3 sekundda yig'ishtirasiz, yana bir 3 sekundda buni qatirib olsangiz bo'laveradi-da. Ukamiz keluvdi, labo mashinasiga tent qo'yib berdik. Narxi 2,5 million so'mga qo'yib berdik. Xudo xolasa, ishimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa ayting. Acha zo'r, xudo xolasa. Har deb o'zimiz maqta olmaylik. Agar kamchilik bo'lsa, aytsangiz, to'g'rilashga harakat qilamiz. Tayyor qilib kuzatib qo'yaman. Xo'p, biz keldi, o'yinimizda qatnashyapti. $100 pulimizni solib aralashtirib olyapmiz mana. Raqam aytsangiz, sovg'a qilib beramiz sizga. Nomer 66 ekan, boshi 66. Rozimisiz? Rozimiz aka. Qarang, qaysi tomondan sanab bering? Tepadan pastdan? Tepadan. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 39 deganingizda bizlar ketadi degan. Qarab 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 63 65 66. Oh, 50 mingga yomon bo'lmasa. Uka, xursandmiz kelganingizda. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O'zbekiston bo'yicha labosi bor tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga kutib qolamiz. Bitta yurakchani qizartirib qo'yishdan chiqmasin.